Amerika prezidenti Donald Tramp Hindistonga bosim o'tkazadi, Rossiyani neftidan voz kechasan deb. Hindiston Donald Trampga o'rta barmog'ini ko'rsatadi. Biz hech qachon Rossiyadan voz kechmaymiz deb. Buni eshitgan Vladimir Putin xursand bo'lib Hindistonga uchib boradi. Hindiston prezidenti bilan achom-achom qiladi. Как sovg'a sifatida, minnatdorchilik sifatida hindlarni ishga qabul qilamiz. Nemerniy количествоda kelinglar sizlarga yashil deb hindlarga yo'l ochib beradi. Bizni Rossiyadan hech kim haydamaydi. Rossiyadan biz o'zimiz majbur bo'lamiz chiqib ketishga. Bizga patent hech qachon aytmay bo'lmaydi. Chunki hozir bir qiyin zamonda urush ketayotgan paytda bular migrantlar hisobidan g'aznasiga juda ham katta pul kelib tushadi. O'shaning uchun Rossiyada faqat kuchlilar qoladi. Kuchlilar deganda kimlar? Tadbirkorlar, Rossiyada o'sha o'rnini topganlar, gражданствоsi borlar qolib ishlashi mumkin. Sekin-sekin patent rejimi ham yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Bizga vizaviy rejim qilishi ham mumkin. Patent bizga уже kerak bo'lmay qoladi, chunki bizga har tomonlama davleniya bo'ladi. Dokumentimiz joyida bo'lsa ham bizni har qadamda tekshiraveradi, har bir narsadan bahona topaveradi. O'shaning uchun biz o'zimiz sekin jonimizdan to'yganimizdan уже majbur bo'lamiz mana shunaqa tekshirlardan, har xil bir chiqayotgan qonunlaridan уже to'yganimizdan sekin-sekin chiqib ketishga majbur bo'lamiz. Ish haqlari tushib ketadi. Hozir уже hindlar kelishni boshladi. Hindlar kelib уже bizni ishlatgan ish haqimiz tushishni boshlaydi. Bu narsa bizga nevigidna bo'ladi. Keyin kim ishlatgan bo'lsa pullaringni ko'p yoqa-bu sovurmasdan pullaringni yig'ib уже boshqa joyga sekin harakat qilishni уже boshlaylar.